Burama bo'g'irsoqqa GX yog'ini qo'shsa nimalar bo'ladi? Samiya O'zbekiston profilidan GX yog' xarid qildim va mol yog'iga 2 osh qoshiqdan qo'shdim. Umumiy mol yog'i va samiyani GX yog'i bir pila bo'ldi. Xamirini qilishni boshlaymiz. 1 stakan muzdek suvga 1 choy qoshiq dro'ji, 1 choy qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mol yog'i va GX yog'i aralashtirilgan 1 pila yog'imizni va 1 pila pista yog'i aralashtiramiz. Apetitani margarinini eritib, uni ham aralashtiramiz. Bu margarinimiz asosan pishiruvga moslashtirilgani uchun ichida vanilin bo'lib, mol yog'ini hidini keltirib qo'ymaydi. Bu ham bo'g'irsoqning bitta fishkasi. Keragicha un solib, yumshoq, yaxshi, yoqimli bo'lgan xamir tayyorlaymiz va uni 3 ga bo'lib 15 minut tindirishga qo'yib qo'yamiz. Bu orada biz ichiga suradigan nachinkasini tayyorlab olamiz. 1 pila pista yog'i, 1 pila mol yog'i va 1 pila margarinni eritib, uchalasini aralashtiramiz. Singan xamirlarimiz chiroyli qilib ochib, do'maloq ochib olib, ichiga shu yog'imizni suramiz, surib chiqib, o'qiluvga chiroyli qilib o'raymiz. Yana bitta fishkasi, o'ra bo'lgandan keyin shunaqa aylantirib olinglar, yaxshilab yopishib oladi. Keyin o'rtasidan pichoq bilan kesib, oldin bo'yiga va keyin eniga kesib olamiz o'rtasidan va 1 sm oralig'ida mana shunaqa tayoqchalar qilib kesib olamiz. Yana bitta fishkasini sizlarga o'rgataman. Agar sizlar bo'g'irsoqni yasayotganingizda o'rtasidan ezib kelgan qavatini ko'rsatib keyin o'rasanglar, shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Hamma tayoqchalarimizni tugib olib, oldindan qizdirilgan past olovli yog'imizga tashab, chiroyli qizarguncha qovurib olamiz. Odamlar buni asal bilan ham yeyishadi, quruq o'zini ham tanovul qilishadi. Xohlasanglar qiyom qilinglar, xohlasanglar qilmasdan ham stolga tortsanglar bo'ladi. Keyingi videoda qiyomini ham o'rgatib ketaman. Videoning ikkinchi qismini albatta ko'ring va mehringiz isboti like va kommentariyada aktiv bo'ling.